71. savol. Assalomu alaykum ustoz. Bir qancha muhim savolim bor edi. Birinchi, Xitoy konsulining oldiga namoyish chiqishning hukmi nima? Payg'ambarimizning yoki agashuvchilarining namoyish chiqqanligiga dalil bormi? Ikkinchi, dinimizda shahidlarni xotirlashning to'g'ri usuli qanday? Uchinchi, ayollar ommaviy qatnash vositasiga qisilib chiqsa, namoyishlarda erlar bilan qisishib, vatani uchun tang vaqirsa, yaxshimi yoki uyda duo qilib o'tirsa yaxshimi? To'rtinchi, hozirgi vaziyatda mustaqilligimiz uchun namoyishdan afzal kurash bormi? Erlarimiz namoyishni nada qilish kerak? 5. Uyg'urlarga haqiqiy jihad nada? Xitoy konsuli oldidimi, Suriyadimi, vatandimi? Xitoy poytaxtidimi? O'rnim Turkiya, ismim Uyg'uriya. Javob: Va alaykum assalom. Birinchi, konsulxona va yoki boshqa joyda namoyish qiluvchilarning tanlashiga bog'liq ish. Namoyish qilishning hukmiga kelsak, namoyishlar ma'lum to'pning ko'z qarashini ifodalash, bor ahvolni o'zgarishini tashabbus qilish va zolimlarga besim qilish chora usullarining biri bo'lg'achqa joiz ish. Buni islomning umumiy qoida prinsiplari rad qilmaydi. Alohida ayrim dalilga muhtoj emas. Alloh taolo sizlarning oranglarda xayrli ishlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlarni man'iy qiladigan bir jamoa bo'lsin. Ana shular maqsadiga erishuvchilardir, deydi. Namoyishmi mazkur oyatda va hadis shariflarda buyurilgan munkarni qo'l bilan, til bilan va qalbi bilan o'zgartirishning bir turi. Buning ustiga Jamal voqeasi, Tugu urushidimi Hazrati Talha ibn Ubaydullah, Zubayr ibn al-Avvam va Aisha radhiyallohu anhalar boshchiligidagi sahoba kiromlar Xalifa Osmonning qotillarining qisas ilishini talab qilib chiqqan, lekin keyin urushga aylanib ketgan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Quraysh mushriklarining so'rovlariga chiqib Qur'on tilovat qilgan. Bumi bir xil yolg'iz kishilik namoyish. Buning yo'lliq ekanligida aqli sog'lom ikki kishi talashib qolmaydi. Bu sababdan islom shariatida emas, balki dunyodagi turli aqida va iqlimlarga, turli iqlim va davlatlarga tava har millat va irq mansublari, ya'ni butun insoniyat namoyish qilishni foydali deb qaragan va tarixdan buyon namoyish qilib kelyotdi. Shundaq turuqliq buning hukmida munozirlashish hayron qolarlik ish, balki ahmoqona ish. Ikkinchi savolimizning javobi, dinimizda shahidlarni xotirlashga alohida ko'rsatma bermagan. Hozirgi shahidlarni xotirlash faoliyatlari bo'lsa, ular mangan yo'lni davomlashtirishga, iymon uchun bergan fidokorliklarini eslatishga va o'rganishga, butun millatni tajovuzlarga qarshi tik turishga, keskin mavqeda turishga undashga, avlodlardagi vatan va din uchun fidokorlik ruhini kuchaytirishga foydali tarafi bo'lg'achqa, buning dinimizda cheklangan tarafi yo'q. Uchinchi savolimizning javobi, qistilish to'g'ri emas. Ham namoyishga chiqqanlar cho'qin qistiladi deydigan gapmi yo'q. Qistalmay chiqib, qistalmay turib vaqirsimi, uyda o'ltirib duo qilsimi, har ikkisi yaxshi. Har ayol o'z sharoitiga qarab ish tutadi. To'rtinchi savolimizning javobi, kurashni ma'lum bir turga yoki shaklga bog'lab olish xato. Hamma yerda, hamma usulda kurash qilish kerak. 5-savolimizning javobi, Uyg'urlarga vatanini ozod qila oladiganlar bo'lsa, har qanday yerda bo'ladi.